Svet ekonom qilishning o'rniga 2 barobar pul to'lab yotibman-ku. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, qanaqa quyosh qaynar qo'yib berdingiz menga? Svet ekonom qilishning o'rniga 2 barobar pul to'lab yotibman-ku. Siz hududiy elektr tarmoqlari bilan shartnoma qildingizmi? Yo'q, qanaqa shartnoma? Hamma muammo shu yerda-da. Ko'pchilik quyosh panellarini qo'yadi, shartnoma qilmaydi. Quyosh paneli o'rnatganingizdan keyin birinchi navbatda tegishli hujjatlarni olib, hududiy elektr tarmoqlariga topshirasiz. Yoki soliq platformasi orqali onlayn ariza topshirishingiz ham mumkin. Qachonki sizning shartnomangiz tasdiqlangandan keyingina siz quyosh panellarini ishlatishingiz mumkin. Aks holda quyosh panellaridan kelayotgan elektr energiyasi sizning ziyoningizga ishlashi mumkin. Bu videoni quyosh panellarini o'rnatib, hali ham shartnoma qilmagan tanishingizga jo'nating.